18-yil Food City bozoridamiz. Bu narx zona YouTube kanalim bo'ladi. Ko'rishganda ko'rishguncha degan sahifa bo'linadi. Pomidorlar hisobda narxlar ko'tarilgan hisobiga rasprodash narxi bo'lmadi. Shuni hisobiga ko'plab pomidorlar qolib ketgan. Xullas, nima desak, narxi keskin ko'tarilgan hisobiga Food City bozorimizda pomidorlar deyarli kam ketishni boshladi. Ya'ni 10 ta yashil mashaqqa kerak oladigan bo'lsa, 8 ta, 7 taga o'zi tushishni boshladi. Narxlar aytamiz, narxlarda lekin onlayn qilyapti odamlar. Ko'rasizlarmi? Xullas shunaqa rasprodaja bo'lib ketdi. 10 ta oladigan odam xullas 5 taga tushib qo'ygan, 8 taga tushib qo'ygan. Lekin zo'r pomidor, mana qarang, gul pomidor ketmayapti. Nimani hisobiga bilmadim. Bitta videoga like bosing. Bu narx zona YouTube kanalim bo'ldi. Ko'rishganda ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar. Shuning uchun YouTube kanalimga iloji boricha pomidor emas, boshqa mahsulotlarni ham reklama qilmoqchiman. Qo'llavorasizlar degan umiddaman. Bitta like bosib, videoni Vez Toshkent, Vez O'zbekistonga jo'natishni unutmang. Aytgancha Instagramda narxnoma desangiz, asosiy ofitsialniy kanalim chiqadi. Shu yerga obuna bo'lishni unutmang.